man rus adabiyoti namoyandasi demagan bo'lardim. Dostoyevskiy umuman jahon. Messi, Ronaldo deymiz. Ular Portugaliyalik emas, Argentinalik emas, hamma. Push nima Tolstoy bilan Dostoyevskiy ana shu darajada jahon adabiyotida. Mana uchun keyin fransuz adabiyoti juda zabardast yozuvchilar bor, lekin ularni nimasidir baribir o'sha Dostoyevskiy bilan Tolstoyga yetmay turaveradi. Dostoyevskiy, Tolstoy bir-biriga esa shunaqa bir zo'r raqobat taklif qilganki, man hozir g'alati tuyulishi mumkin, Messi bilan Ronaldoni gapirdim. Bulardagi ustunlik, bulardagi kurash nimada? Hamma dunyonikiga bo'lganiga hozirgi futbolchilar. Bular bir-biriga o'xshamasligida. Bitta sport turida o'ynashadi, bitta ishni qilishadi, lekin umuman bir-biriga o'xshaydi. Ya'ni bir-birini to'ldiradi. Tolstoy bilan Dostoyevskiy ham ana shunaqa to'ldiradigan, bir-birini darajasi yuqori bo'lgan, ikkisi bir-birini tushunadigan darajada